18 yoshdan kichik bo'lsangiz bu videoni o'tkazib yuboring. Bu videoni ko'rmang. Rossiyada ishlab kelgan bemorimiz ko'rigimga keldi. Jinsiy a'zosida yara bor ekan. Xo'p, menda mana shu yara paydo bo'lgan doktor, bu nimadan bo'lishi mumkin? O'zi paydo bo'lib qoldi dedi-da. Xo'p, bemorni biz surishtirdik, gaplashdik. Shu bilan aloqada bo'ldingmi desam, o'ylanib qoldi, to'g'risini aytavering dedim. Yo'q dedi. Keyin nima bo'ldi? Analizani topshirtirdik. Gepatit B, VICH, sifilisga baribir topshirtirdim. Bemorda sifilis chiqyapti. Sifilis chiqyapti. Keyin yonimga keldi analizlar bilan. Endi to'g'risini ayting, nima bo'ldi desam, bo'ldingizmi shu bilan? Ha, bittasi bilan bo'lgandim. Lekin men dedi, prezervativda bo'lgandim. Qanaqasini yuqishim mumkin dedi-da. Keyin so'rab surishtirsam, prezervativda xato kelgan ekanda va prezervativ ham chiqib ketgan xato kelganidan. Mana shu kasallikdan keyin mana shu bemorimiz yuqtirib olgan. Mana shu holat bo'lmasligi uchun mana shu bugungi videoni sizlarga olyapman. Bu video 18+, ya'ni 18 yoshdan kichik bo'lsangiz bu videoni o'tkazib yuboring. Bu videoni ko'rmang. 18 yoshdan katta bo'lsangiz albatta ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bugungi videomiz mana shu prezervativ haqida bo'ladi. Prezervativni qanday to'g'ri ishlatish kerak, qanday to'g'ri kiyish kerak, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, hamma biladi-ku buni doktor deyishingiz mumkin. Yo'q, hamma bilmaydi. Ko'pchilik xato biladi buni. Siz ham xato kiyib yurgan bo'lishingiz mumkin. Bu video bilan men hech kimni yomon yo'lga yo'llamoqchi emasman. Faqat bu video sizga ma'lumot tariqasida chiqazib kelyapti. Ko'pchilik mana shuni xato kiyadi. Men aytganimdek, sifilis, gepatit B, gepatit C, SPID, VICH kasalligini yuqtirib olishi mumkin. Undan tashqari, ko'pchilik bemorlarimizda mana rejalashtirilmagan homiladorlik bo'lib qoladi-da, oddiy prezervativni xato kiyganidan keyin. Lekin ularga homiladorlik organizmiga mumkin emas. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Lekin ularda mana shu prezervativni xato kiyganida yirtilib ketadi, boshqa bo'ladi va homiladorlik bo'lib qoladi. Mana shuni oldini olish uchun ham mana shu videoni men sizlarga hozir chiqazyapman. Xo'p, endi prezervativni birinchi ishlatishdan oldin unga qarang. Uni hech joyi yirtilmagan. Birinchi suruqiga qarang. Keyin yirtilganmi, yirtilmaganmi, teshilganmi, shunga qarang. Agar suruq o'tgan bo'lsa, otib yuboring. Agar yirtilgan, teshilgan bo'lsa, otib yuboring. Ishlatmang bu narsani. Keyin ochasiz, ochganingizdan keyin buni qarang. Qurib qolmaganmi? Quruq bo'lsa ishlatmang. Qo'lingizga tegadi-ku, yopishqoq bo'lib qolgan bo'lsa, kelaydi, yopishqoq bo'lib qolgan bo'lsa, ishlatmang. Bu buzilgan. Buni ishlatib bo'lmaydi. Keyin agar shunaqa holat bo'lsa, otib yuborasiz. Endi keyin buni ochdingiz, ishlatdingiz. Ishlatishda bilib qo'ying, lubrikantdan foydalaning. Bu lubrikant. Buni hozir ustidan nimasini olib qo'yganmiz, shu reklama bo'lib qolmasligi uchun. Bu ham oddiy, hech nima reklamasi yo'g'idan. Xo'p, lubrikant ishlatasiz. Lubrikant mana shu aloqa qilayotgan payti prezervativni yirtilib ketmasligini oldini oladi. Endi lubrikantni qanday tanlash kerak? Bu vodniy osnova bo'lishi kerak, suvli bo'lishi kerak. Shundagina lateksni hech qanday shikastlab qo'ymaydi. Qanaqa lubrikantlar yoki ishlatadigan, jinsiy ishlatadigan smaskalar bunga shikast yetkazib qo'yishi mumkin. Birinchisi, yog'li lubrikantlar, slivishniy masla ishlatish, ovqatga soladigan maslani ishlatish. Undan tashqari ko'pchilik ishlatadi, tupuruk ishlatadi. Yo'q, ishlatmang bu narsani. Butun og'izda to'lib yotgan mikroflora pastga tushib sizni battar qiladi. Buni ham shikastlab qo'yadi. Unaqa narsalarni ishlatmang. Faqat suvli osnovada bo'lishi kerak bo'ladi lubrikant. Xo'p, bilib oldingiz, qanday qilib ishlatish kerak, qanday qilib buni tanlash kerak. Endi buni qanday qilib jinsiy holatga kiygiziladi. Endi ilojimiz yo'q, shunaqa narsa topdik. Xo'p, birinchi navbatda boya aytganimdek surokini qaraysiz. Suroki bormi? Ha, suroki bor. Keyin bu esingizdan chiqazmang. Faqat jinsiy holat turgan payti bu kiygiziladi. Uxlab yotgan payti emas. Akkuratni shoshilmasdan bu ochiladi. Xo'p. Menda ham ochilmayaptimi? Mana ochildi. Shoshilmaysiz. Ochgan paytingiz asta buni chiqazasiz. Qaraysiz, boya aytdim, qurib qolmaganmi yoki yopishqoq emasmi? Yo'q, yopishqoq emas, qurib qolmagan. Endi buni boya aytdim, hech qanday darhol ochgandan buni xo'p, nima qilib tortib yormang. Hech qanaqasiga tortib yorish shart emas. Buni jinsiy holat turgan payti kiygizish kerak bo'ladi.
Xo'p, buni kiygizishdan oldin mana shu uchida nimasi bor? Buni qisib yuborasiz ozgina, havosini chiqarib yuborasiz. Jinsiy holatga, jinsiy holat turgan paytda bu kiygiziladi. Mana, ketdi. To'g'ri kiygizish kerak bo'ladi. Kiygiziladi, tamom. Uchida ozgina joy qolishi kerak. Bu joyga sperma suyuqligi chiqishi uchun. Mana shu holatda siz jinsiy holatga buni to'g'ri kiygan bo'lasiz. Keyin lubrikant esdan chiqmasin. Bu lubrikantni sepib turib, ana keyin jinsiy aloqa qilinadi. Xo'p, jinsiy aloqadan oldin buni kiydingiz, aloqa qildingiz. Endi eyakulyatsiya bo'ldi, sperma chiqdi. Bu qinda turibdi. To'g'rimi? Endi qindan chiqarib olishdan oldin shoshilmang. Bu mana shu kalsiosi bor-ku, kalsioni ushlaysiz. Ushlaysiz asta chiqarib olasiz. Endi bu nimaga kerak? Mana shu chiqazgan paytingiz ichkarida nima qolib ketmasligi uchun prezervativ. Chiqarib olasiz kalsiyadan ushlab, keyin asta-sekinlik bilan buni chiqazib yechib olasiz. Yechib olgan paytingiz ham shoshilmang. Yechib oldingiz, mana. Tamom. Yechib oldingiz, buni oddiy qog'ozga o'raysiz yoki buni nimaga o'rab tashlab yuborasiz. Qaytib ishlatilmaydi bu. Esingizdan chiqazmang. Tamom, borasiz, yuvinib kelasiz. Bu oddiy prezervativni ishlatish qoidasi edi. Mana shu qoidani ham biz sizlarga tushuntirishga majbur bo'ldik. Shtobi mana shu muammolarga uchramaslik uchun, boyaga aytgan muammolarimga. Menimcha bugungi videolarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, videoni do'stingizga yuborib qo'ying. Albatta ular ham bilsin buni qanday qilib ishlatish kerakligini. Qaytgancha do'stlar, bizda onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Onlayn konsultatsiya uchun mana shu quyidagi raqamlarga Telegramda yozsanglar bo'ladi. Operatorim sizlarga batafsil ma'lumotlarni yuboradi. Onlayn konsultatsiyamiz pullik. Undan tashqari bizda ikkita kursimiz bor. Bu kursimiz birinchisi 5:1 dan qutulish, ikkinchisi birinchi kechani, ya'ni chimildiqni idealni o'tkazish kursimiz. Albatta, bu ham arzimagan pul evaziga. Zato siz 5:1 dan qutulasiz, birinchi kechani idealni o'tkazasiz. Buning uchun ham mana nomerlarni qoldirganmiz. Telegramdan operatorimizga birinchi kecha kursi kerak bo'lsa, birinchi kecha deb yozib qoldiring. 5:1 kursi kerak bo'lsa, 5:1. Boshqa narsa demang. Batafsil ma'lumotni sizga tashlab berishadi. Bo'lmasa hammaga kattakon rahmat. Kommentariyaga buni kiyishni bilarmidingiz yoki yo'qmi? Albatta yozib qoldiring. Hammaga rahmat.